Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Ismim Abdusamad. Polshaga kelganimga 1 yil bo'libdi. Shu Yevropada 1 yillik hayotimni bugun sizlarga отчет, ya'ni hisobot video desa ham bo'laveradi va turist viza, skladlarda ish oylik qanaqa, taksi temasi shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tib ketaman. Kanalimga mehmon bo'lsangiz, bir dona like qo'yib, kommentda fikrlaringizni, savollaringizni qoldirib ketsalaring, bu videoda ko'proq odam ko'rishga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Qanday boshladik. Xo'p akalar, birinchi Polsha vizasi haqida gaplashamiz. Qisqacha tushuntirish berib o'tib ketaman. Oldingi videolarda ham aytib o'tib ketganman. Xo'p, Polshaga kelish uchun, Polshaning vizasini olishingiz uchun sizda Polsha приглашение bo'lishi kerak. Bu приглашениeni olasiz, ya'ni Polsha hududida ish beruvchidan olinadi. Bu narsa olib elchixonaga очередga qo'yasiz. Onlayn bo'ladi. Очередga chiqqandan keyin kerakli dokumentlarni yig'ib elchixonaga kirib viza beradigan bo'lsa olib chiqasiz. Bu xarajati общий elchixona to'lovi hamma xarajatlar bo'lib где-то 1000 yevrodan onverga aylanadi. Где-то bundan 700 yevrosi приглашениеga, 300 yevrosi, 200 yevrosi elchixona to'lovi va 100 yevrosi dokumentlar. Общий 1000 yevro xarajatingiz va riskingiz bo'ladi. Afsuski ko'pchilik hozir o'ylaydi 100 ta odamning ichidan 100 ta topshirgan odamning ichidan olayotganlar 2-3 ta deb aytishyapti. Yo'q, unaqa emas. Imенно Polshada yurganlar, Varshavada yurganlarni ko'pidan eshityapman. Misol shu kunlarda ham o'zimga ham yozishyapti. Aka, kira olib chiqdik, mana kuni olib chiqdik 30 tadan 7 ta 8 ta odam oldi. 50 tadan bitta 2 ta odamga beryapti, 3 ta odamga beryapti, 4 ta odamga beryapti degan gaplar bor, lekin bu narsa hammasi bekor gap. Hozirgi kunda viza berish ancha yana jonlangan. O'shaning uchun kim harakat qilayotgan bo'lsa, yo'lmasa qo'lingizda aktualniy приглашениеңiz bo'ladigan bo'lsa, qaytadan topshirib kirib ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Hozirgi kunda очередь juda ham tez chiqyapti. Sababi elchixona to'lovi oldin 130 yevro bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 200 yevroga ko'tarib qo'ygan. Shuni hisobiga ancha-muncha odam bormayapti. Shu baribir atkaz olaman. O'shaning uchun очередь tez kelyapti. Shuni hisobiga borib, очередni olib, kirib chiqayotganlar bor. Hozir olib qolsanchi deydigan bo'lsalaring, bundan keyin yana bir marta, 2 marta papika qilsalaring bo'ladi. Agarda zazoleniya, ya'ni приглашениелaringni so'rogi bo'lsa, xo'p, shu holatlarda viza olinadi. Xo'p, endi studentskiy viza bo'yicha ko'pchilik so'rayapti, aka, student bo'lib borib, ishiga o'zgartirsa bo'ladimi? Deyishyapti. Shunaqaki, akalar, student viza, student karta olsalaring bo'ladi. Buni 1 yillik qilib beradi ko'p hollarda. Ya'ni 1 yillik karta 2700 yevro yonverda to'laysiz. Imенно unisini kontraktini sizga 1 yillik student vizaga anaqa beradi, karta beradi. O'sha karta bilan 1 yil bemalol yursiz bo'ladi. Ikkinchi yil o'tganingizdan keyin yana kontrakt to'laysiz va kontrakt to'laganlik haqida o'sha spravkasini olib berganingizdan keyin yana boshqatdan u kartani cho'zdirishga nima deydi, astamagna bo'ladi. Xullas, har yili 2700 yevrodan kontrakt to'lashga to'g'ri keladi agarda student viza oladigan bo'lsangiz. Endi studentlar ishlasa bo'ladimi? Niligal bo'lib ketayotganlar ko'p bor. Misol, birinchi yil o'qiydi, ikkinchi yil o'zi o'qimaydi, ishga kirib ketadi. Ko'pchilik shunaqa qiladi studentlar. Dakansa o'qishmaydi. Lekin shunaqa odamlar ham bor, misol o'qib turib, birinchi, ikkinchi kursdan keyin ingliz tilisi yaxshi, Amerikaga perevod qilishadi. Ya'ni Amerikaning universitetlariga perevod qilib, Amerikaga shunaqa qilib ketayotgan odamlar ham yo'q emas. O'zimning tanishlarim ichida ham borganlar. Xo'p, bo'ldi, student viza ketdi, endi biznes vizasiga o'tamiz. Imенно Polshada bilasizlar, biznes viza bilan kelganlar bor. Bu akalar biznes karta topshirsa bo'ladi. Misol, biznes viza olgandan keyin Polshaga kelib biznes kartaga topshirsa bo'ladi. Ya'ni firma ochadi, yo'lmasa aktualniy firmaga direktor bo'lib turib topshirib yuborsa bo'ladi. Buning ham protsessi bor, lekin bu juda chiqishi juda qiyin, lekin kattagina rasxoti ham bor. Shu uchun misol kelib karta pobitaga topshiradi, o'sha sariq qog'oz, biznes yo'nalishi, yo'lmasa student yo'nalishi, yo'lmasa va hokazo. Shunaqa qilib topshirib, o'sha sariq qog'oz bilan ma'lum bir muddat yursa bo'ladi. Endi рабочий viza bilan keladigan bo'lsa, рабочий yo'nalishiga kartani topshirib, bemalol 100 talik olsa bo'ladi. Ya'ni yaxshi yuristga topshirib, 6-7 oy ichida kartani olsa bo'ladi. Shunaqa olgan akalar bor. Xo'p, undan keyin keyingi etapga o'tadigan bo'lsa, ko'pchilik hozir savol beradi. Misol, konsultinglar ko'pi, misol O'zbekistondan turib olib, misol biznes viza qilishadi, turist viza qilib jo'natib yuboradi, shu bilan ishi yo'q. Asamidagi, agarda sizda turist viza bo'ladigan bo'lsa, sizni nima kutib turibdi? Men sizga hozir shu narsani pulni tushuntirib beraman. Xo'p, agarda sizda turist yo'lmasa biznes vizasi bo'ladigan bo'lsa, imенно Polshaga kelib ishlayman deydigan bo'lsangiz, sizni nelegal konsolkasi nelegal, ya'ni nelegal bo'lib qolasiz oxiri.
Ya'ni karta chiqmasligi 100% aniq, lekin ma'lum muddat ichida yursiz bo'ladi. Bular sizga bir haftada 15 kunda chiqib ket deb ogohlantirish beradi. O'sha paytda chiqib ketsangiz, sizga deport urmaydi. Borib yana vizangizni yangilab, yana qaytib ketsangiz bo'ladi. Imенно shu protsessni 2 yil, 3 yilgacha cho'zsangiz bo'ladi. Imенно sariq qog'oz bilan 3 yildan beri karta ola olmayotgan akalar, javobini kutayotgan akalar juda ham ko'p. Bemalol, misol shu anaqani jarayonni cho'zsalar ham bo'ladi. Ya'ni yuristda mahoratiga bog'liq. Ya'ni sariq qog'oz nima? Sizga kartaga topshiriladigan подтверждение qog'ozingiz. O'sha qog'oz bilan bemalol cho'zib yursiz bo'ladi. Imенно turist viza bilan endi nima ish qilsak bo'ladi. To'g'ri, hamma skladlar ham turist viza bilan, Bolgariya ID kartasi, boshqa davlatda рабочий vizasi bilan ham ishga olavermaydi. Lekin shunaqangi agentstvalar bor, o'zimizda ham shunaqa vakansiyalar bor. Telegram kanal opisaniyada o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, o'sha yerdan aloqaga chiqsalar ham bo'ladi, operatorlar javob berishadi, bemalol ishga joylab qo'yamiz. Ya'ni agarda siz turist viza bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz, подходящий vakansiyani aytamiz. Agar yoshingiz 26 yoshgacha bo'lsa, student sifatida yaxshiroq to'laydi, albatta, imенно Polshada. Ya'ni shu student bo'lmagan odamlar 26 zlot oladigan bo'lsa, student stavkasi bilan 30 zlotdan pul to'laydi. Ya'ni bu magazin skladi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa lavas sexi bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa shu produktovniy yo bo'lmasa kiyim-kechak magazini bo'lishi mumkin. No, aktualniy vakansiyalar hamisha bo'ladi va shunaqa agentstvalar ham topiladi. Что sizning vizangiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sizni ishga oladi. Bunaqa joylar hamma yo'q ham olavermaydi, lekin istagan joyingizga misol dokument topshirib turib ham kira olmaysiz. Shunaqa rekruterlarga shunaqa vakansiyalarni bo'lib tashlab berishadi. Keyin bular rekruterlar olib ishga joylaganiga o'shunga yarasha xizmatini olishadi. Xo'p, kelganingizdan keyin qancha yura olasiz? Misol 1 yil, 2 yil, 3 yildan beri ishlab yurganlar bor. Endi agar O'zbekistonga ketaman deydigan bo'lsangiz, u karta bilan, ya'ni sariq qog'oz bilan ketib bo'lmaydi. U sariq qog'oz faqat Polsha hududida legalligingizni isbotlaydigan narsa xolos. Ya'ni karta kutyapti degan narsa xolos. Agar stranj ushlab qoladigan bo'lsa, pagran ushlab qoladigan bo'lsa, ko'chada qonun qoidani buzgan bo'lsangiz, redga tushib qoladigan bo'lsangiz, deport qilib ham mumkin. Bunga hech kim garantiya bermaydi. Ya'ni deport ham qanaqa? 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oygacha deport qilsa bo'ladi. Xullas, hozir mana batta kam holatda redga tushib qolmasangiz, bunaqa tekshiruv bo'lmaydi. Misol Rossiyaga o'xshab, misol batta imенно Polshada odam qadri degan narsa bor. Imенно hozir misol men turibman Varshavada, Narodniy stadion orqamda bemalol ishimni qilib, misol videomni olib turibman, hech kim kelib bezovta qilgani yo'q. Bo'lmasa, 2 metr naryoqda, unaqa avtobuslar turibdi. Ya'ni militsiya, polislarning busi turibdi. Xo'p, endi taksi bilan sohasiga chiqib ketsam bo'ladimi? Turist viza bilan kelib bo'ladi, lekin riskovni joyi bor. Lekin ko'pchilik shu narsani aytaman, men Varshavada taksi qilgan odam sifatida bir 80-85% odam nalog ham to'lamaydi, nelegalniy taksi qiladi batta bular polislar hammasi bilan ham shug'ullanmaydi. Даже без prava ham ishlab yurishadi. Lekin agar redga yo bo'lmasa boshqa narsaga tushib qoladigan bo'lsangiz, normal shtraf va deport ham yeb olishingiz mumkin. Lekin kelib, sariq qog'ozga topshirib, proviza zamina qilib ishga chiqadigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqangi pretenziya topolmaydi. Misol, zazvaleniya shunga o'xshagan dokumentlarni hozir boshqa viza bilan topshirib bo'lmaydi, lekin va основной 4 ta joyda, aeroportda, vokzalda 3 ta vokzal bor, albatta. Zahodniy, sentralniy va vishodniy. Mana shu 3 ta vokzaldan bittasiga kirmasdan o'sha aeroportga bormasangiz bo'ldi. Qolgan joylarda juda ham kam miqdorda sizni tekshirishadi. Atak bemalol kelib shuni qilib yursa bo'ladi. Bu narsani misol nelegal anaqasiga targ'ib qilmoqchi emasman, lekin realniyasini aytish kerak, borini aytish kerak. Misol, hech kim Varshavani qizg'anmaydi. Kelayotgan odam, ukrainsklar ham, gruzinlar ham, polniy hammasi shu narsa temasi bo'yicha yurishadi. Misol, nalog to'lamaydi. Nalogga keladigan bo'lsa, ofitsialniy to'lab, misol nalogini vaqtida to'lab, как положено yuraman deydigan bo'lsa, 25 stavkasi 600 zlot. Undan tashqari yarim stavkasi 900 zlot. Bir stavkali esa 2400 zlotdan u yerda nalog chiqarib beradi. Ya'ni bu oylik nalog. Juda ham 2400 da misol juda katta summa, 2400 uni yarimta stavka qilib ham misol partnyor bilan gaplashib to'lasangiz bo'ladi. Buni muammosi yo'q. Lekin bitta narsasi bor, no degan tarafi bor. O'sha karta olayotganingizda misol ko'pchilik aytdi, karta olayotganingizda agar nalog to'lamagan bo'lsang, kartang chiqmaydi, o'qimaydi, buqimaydi deyotgan.
odamlar ham ko'p. Ya'ni bu narsani agarda siz zazvaleniyingiz bo'lib, zazvaleniya ham agar yangi joyga kiradigan bo'lsangiz 3 oy 4 oy ichida chiqadi. Bu zazvaleniyingiz chiqqungacha ham misol ishlab yursangiz bo'laveradi. Gaya to'xtatsa o'sha подтверждение, ya'ni zazvaleniyaga topshirildi degan ujondan qog'oz beradi, o'shani topshirib bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Agar sizda polskiy рабочий viza bo'lsa, misol biz kelgan paytimiz unaqa qonun yo'q edi, latviyskiy viza bilan ham topshirib, misol hozirda bemalol taksimizni qilib, zazvaleniyamiz chiqqan, ishimizni qilib yuribmiz. Agarda misol yangi joydan shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol yursangiz bo'ladi. Yangi viza bilan kelib, ish o'rningizni almashtirib, ya'ni zazvaleniyangizni kutib chiqqungacha o'sha подтверждение bilan yursangiz bo'ladi. Undan keyin misol nalog to'lamay qolsam, kartam ola olmay qolar ekanman, yurist uni deyapti, yurist buni deyapti degan narsa yo'q. Zaloshnik nomer 1, ya'ni men shu odamni agar kartasi chiqadigan bo'lsa ishga olaman. Ya'ni zaloshnik nomer 1 deyilgan u narsani formani o'sha forma bilan ham olganlar bor. Ya'ni bir tiyin to'lamagan, nalog hali kartasiga topshirgan, men bilan bir xil topshirgan bolam misol olib chiqdi, 1 so'm nalog to'lamagan. Bir tiyin to'lamagan. Shu borib zaloshnikda olib berdik. Shu zaloshnik bilan kartasini oldi, hozir mana ishlab yuribdi, zazvaleniyasini kutyapti. Ya'ni ish tomonidan ishga o'sha приглашениясini kutyapti. O'sha приглашенияsi chiqqandan keyin bemalol ishda boshlab olsa bo'ladi. Xo'p, shu nelegal taksi bemalol kelib qilsalang bo'ladi, lekin men bu narsani tavsiya qilmagan bo'lardim. Agar qo'lingizda hunar, oshpaz bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu Narodoviyda mana shu yaqin o'rtada ham o'zbek kafelar bor. O'zbek kafelar hozir Varshavada juda ham rivojlanyapti. Konkurens bor. Agar yaxshi povur bo'ladigan bo'lsangiz, yo'qsa ofitsiant, yo'qsa tilni yaxshi biladigan bo'lsangiz, bemalol borib, stajyor bo'lib ishni boshlab ish topsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari ham misol kebablarda ishlasalar ham bo'ladi, muammosi yo'q. Ish topish Varshavada umuman muammo narsa emas. Agar turist viza bilan agar keladigan bo'lsangiz ham, misol yo'l yo'riqni ko'rsatamiz qo'limizdan kelgancha, shunga yarasha haq ham olinadi. Sababi turist viza bilan kelib ko'pchilik bilmaydi, saprovajdat qiladi, boshqa narsa, rekruterlik xizmati, dokumentatsiya oliyga yotib qo'ymasa, shuna balobatda narsalarda Telegramdan o'tsalaring tushuntiraman hammasini. Xo'p, shu skladga borasizlar. Skladda o'rtacha oyliklar 6000 zlotdan 8000-9000 zlotgacha yopadigan optingizga qarab turib, ya'ni soat va to'lanadi. Albatta, joy-joylarda, ya'ni misol oziq-ovqat bidronka skladlarda ko'proq ob'yomni ham yopsa bo'ladi. Bu o'zingiz optingizga qarab turib, borib turib 2000, 10 000 zlotgacha bemalol $2000 uyga jo'natayotganlar ham bor. Immuniy sklad sohasida ishlayotganlar. Xo'p, shu agarda turist viza, biznes viza bo'ladigan bo'lsa, yana bitta variant bor. Ko'pchilik shu narsani qilyapti. Ispaniyaga boryapti, Ispaniyaga kartaga topshiryapti. Hozir nima bor? Qo'limizda ChatGPT bor. ChatGPTga yozib, kimga, misol qo'lingizda ispanskiy biznes viza bo'ladigan bo'lsa, kimga qanaqa murojaat qilishingizni ChatGPT полный tizib beradi. Metga borasa, mani qo'lingda mani qog'oz bo'lishi kerak, mana shu qog'ozni olib, mani joyga borib dokument topshirasan. Yo'qsa Ispaniyadan bitta перевозчик olib turib, dokumentlaringizni yig'ib turib, o'zingizdan topshirsangiz, unaqa katta summa ketmaydi. Immuniy Ispaniyaning digital nomad degan vizasi. Ya'ni ko'pchilik borib Ispaniyaning o'zida ham misol Ukrain yuristlar bor, ushlarga borib ham misol murojaat qilsangiz, u kartaga topshirsangiz bo'ladi. Unaqa katta xarajat ketmaydi undan. Misol 3,5 4 ming sotishyapti, buni uslugasini o'zimiznikilar endi borib xizmat ko'rsatganiga yarasha pul olyapti. Bunga gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin o'zingiz borib misol topshiradigan bo'lsangiz, unaqa katta summaga aylanib ketmaydi. Shu kartani olsangiz, любой payt O'zbekistonga borib, yana baqa kelib ishingizni qilib yursangiz bo'laveradi. Xo'p, taksiga chiqib ketish uchun ko'pchilik so'raydi. Misol Latviyadan, Litvadan so'rab, aka borga taksiga chiqib, yo'qsa dastavkaga chiqib ketgungacha qancha pul kerak bo'ladi deyshadi. Xo'p, dastavka sohasi o'sha hozir yoz paytida o'ladi. Unaqa ko'p bo'lmaydi dastavka, to'g'ri. Kuniga 50 yevro hisob qilsa, $50 ham yerda bemalol topsangiz bo'ladi. Taksida $100-150 ham yerda chizib tushirsangiz bo'ladi. Endi rasxodga keladigan bo'lsa, imенно agarda dastavkaga ketmoqchi bo'lsangiz, arenda mashina olmoqchi bo'lsangiz ham, misol kautsiya albatta ushlab qoladigan komissiya puli olib qoladi. Ya'ni 400 zlot mashina bo'lsa, 400 zlot, ya'ni kautsiya 800 zlot. Bu degani $250 degani haftaligi. $250 boshiga pul berasiz, keyin haftalik $100 haftaligi mashina где-то примерно hisoblasangiz bo'ladi. 100, 120, $130 ham yerda arendasi. Endi undan tashqari gazingizga ketadi, yana mayda-chuyda xarajatlar. Ular kelib ishga chiqib ketguningizgacha kvartirangiz bilan hisoblanib, misol bir oylik kvartirangiz bilan hisoblanadigan bo'lsa, 700-800 yevro bemalol yetadi. Misol kelasiz,
kvartira topdingiz, akkaunt olasiz, akkaunt yo'q bo'lsa ochtirasiz nomingizga, bitta mashinani olib, sразу ishga chiqib ketsangiz bo'ladi. Shu 700-800 ketadi. Agar taksi sohasiga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizda polskiy prava kerak bo'ladi. Polskiy pravani Polsha hududida 6 oy yashagan bo'lsangiz, bemalol qonuniy almashtirsangiz bo'ladi, bemalol. Xo'p, shu 6 oy yashaganingizdan keyin almashtirib turib, bunga ham chiqib ketasiz. Unga o'ziga yarasha spravkalar qilishingiz kerak, identifikatorga nisudiyimiz qog'oz olishingiz kerak. Bularga ham где-то 600-700 zlot spravkalarni o'ziga ketib qoladi. Undan tashqari o'sha nisudiyimiz qog'ozingizni perovodi kerak bo'ladi, O'zbekistondan olingan. Shu qog'ozni olib borib partnyorga topshirasiz va partnyor sizga identifikatorga topshirib, sizning qo'lingizga identifikator topshiriladi degan qog'ozni beradi va shu spravkalaringiz bilan misol chiqib ketsangiz, ishda boshlasangiz bo'ladi. Shunaqa akalar, endi kuniga shunaqa rasxod qilinadi. Agarda oshda zavodda ishlab, keyin taksiga chiqaman desalar, uni ham iloji bor. O'sha aytganimda ha deb Telegram kanalimga aytyapman, o'shaning uchun o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, menga aloqaga chiqishlaring juda ham oson bo'ladi. O'zbekistondan ko'pchilik очередь kutadi, ya'ni imенно рабочий vizaga, misol Latviyaga, Litvaga, Bolgariyaga. Undan aka hozirgi paytda agar Polshaga kelmoqchi bo'lsangiz, agar sizda polskiy viza bo'lmasa, любой vizani kuchi bir xil. Agar Polshaning ichida misol biznes vizasi bo'lsa, yoki studentskiy vizasi bo'lsin, bulardan tashqari misol Latviyaning рабочий vizasi, Bolgariyaning 1 yillik vizasi, yoki 90 kunlik vizasi, turist viza, biznes viza hammasining kuchi bir xil hozirgi kunda. Imенно shu narsani misol topshirib, ishda qolsalaring bo'ladi. Misol 1-2 yil ishni qilib, o'sha devorning oxirgi kelgan payti yana misol yuristga aytib, yo'q yurist apellyatsiya beradi. Apellyatsiyaga berib turib, yana cho'zdirsalaring bo'ladi, yo'q bo'lmasa bular o'zi ishing yopilgan, batdan Yevropa hududidan chiqib degan payti ham misol chiqib ketsalaring bo'ladi, deport emasdan. Shunaqa, endi imенно Polshadan emas, Chexiyadan misol proverka kamroq joylardan misol uchib ketsalaring bo'ladi. Muammo bo'lmaydi hech qanaqangi. Pagranlar ushamasa, bemalol batda erkin qushda ishlarini qilib yursalaring bo'ladi. Xo'p, 1 yillik video ham shu narsani tushundim. Polshada agarda bir yaxshi tanishingiz bo'lmasa, aldanib qolishingiz juda ham oson bo'ladi. O'shaning uchun misol любой savollaringni kommentariyaga qoldirsalaring, men hamma savollaringni o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman maksimum. O'shaning uchun qanaqadir savol yoki yordam kerakdigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Yevropada shu o'zbek agar tanishlaring bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Endi bu panikani yoqmoqchi emasman, lekin rostdan shunaqa endi so'rab surishtirib bu qilgan odamlaringiz ham misol gapirishi mumkin. Misol hozir chiqib olib, akalar o'zi pravani munchaga almashtirasizlar, akalar o'zi PESEL bankshot ochish tekin. Lekin o'shunga yarasha ketkizgan vaqtiga misol o'tirib turib, bu narsani tekin o'zi nimaga pulga sotyapsizlar deyotgan akalarga murojaat, ya'ni imенно blogerlarga ketkizayotgan vaqtini misol mana shunaqa qilib gapirib chiqishdan o'rniga o'sha olayotgan odamlarga misol olib chiqib video qilib ko'rsatsa, shundan foyda bo'ladi. Misol o'tirib olishadi, 1 yil 2 yil bo'lib kelib qolgan akalar o'zicha gapiraveradi, u qilaveradi, bu qilaveradi deydi-yu, lekin bitta odamga olib chiqib turib yordam berganini hech kim bilmaydi u narsani. Vaholanki biladigan narsalarimizni misol imенно PESEL olish, bankshot ochishda hamma yoqda Instagram tarmog'iga joylaganman. Misol qanaqa anketa to'ldiriladi, даже nisudiyimiz qog'ozda ham hamma yoqda lokatsiyalari bilan ko'rsatib o'tib ketganman shu narsani. Sizlar ham shu narsaga misol ahamiyatli bo'linglar. Misoldan PESEL ochish ham oddiy narsa. O'jonga borasiz, anketa to'ldirasiz, очередь olasiz, очередь olib talon bilan borib berasiz, bo'ldi. Shu qo'l qo'yasiz, qo'l qo'ygandan keyin sizga yangi PESEL beradi. PESEL degani bu inana. Undan keyin inana o'sha PESELni olib bankka borasiz. Ko'proq Santander bankni tavsiya qilaman. Hech qanaqangi umuman so'ramaydi. Borasiz, yashash manzilingizni aytasiz. Sразу applikatsiya, ya'ni приложениeni ochib beradi. Undan keyin shuni o'sha 2 hafta ichida kartani sizga dastavlat qilib beradi. Ular shunaqa ekan, bunda qiyin narsa emas. O'sha narsalarni qilib olsalaring, vastamda любой joyga borib, misol ishlaringni bitkazib yursalaring bo'ladi. Birinchi kelgan odamga shu PESEL bilan bankshot kerak bo'ladi, bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Qolganda ish jarayonida yo'lmasa alo qilib bitirib olsalaring bo'ladi любой narsani. Ular shunaqa ekanlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Abdusamad bo'ldi, Varshavadan 2026-yil 27-fevral kuni olingan video. Foydali bo'lgan bo'lsa birdan like qo'yib qo'yinglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, gaplashamiz.